Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men programma riyosatchisi Arman Nurjan. O'g'irlangan g'alba sharaflik bo'lmaydi. Men g'albini har qanday saxtpazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq oshkora qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnaynning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'zi. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql parosti bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat cho'ng qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayn nihoyat jafoliq sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yarlanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan birmi qurol yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarini tekkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbasiga uchirganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbasiga uchrashishim hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun, sizlarning shon sharafinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliqlar, dengiz okeanlar, daryo eqinlari, tog' tizminlari, tuzlanliklarni birla bosdim. Nurg'un g'albalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqanim degan edi. U nurg'un janglarda g'alaba qilib, har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundaqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alba mevsini amdili tetishiga hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglag'uchi do'stlar, biz bugun sizlarga ulug' imperator Iskandar Zulqarnaynning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Azodi qishliq bargohda Makedoniyaliklar yilda bir o'tkaziladigan sharob ilohiy bayramini kutib oldi. Yunondan to'shib kelingan zo'r bir turkum esil sharoblar bilan Osiyoning har qaysi joylaridan keltirilgan yemak-ichmaklar yil bo'yi jang qilgan ofitser jangchilarni xo'shliq cho'mdirib etdi. Mo'l sharob ziyofati kayni-kaynidan o'tkazilib, kishilar asabiylarcha mast bo'lishdi. Hatto Iskandarmi bu chog'da o'zini tizgillayolmadi. Bir qitimliq ziyofatda spirtning roli bilan ba'zi kishilar ko'ngliga yo'shirgan gaplarni oshkora etib etdi. Ba'zilar Iskandarni maqtashga oldirib, Filipning muvaffaqiyatlarini kuchining boricha pasaytishga boshladi. Iskandarning imkonisining inisi, fidoilar qo'mondonlarining biri bo'lgan Keritos bunday gaplarni anglagandan keyin ochchig'i chekiga yetib, o'rnidan sakrab turdi-da, Iskandarni g'azab bilan ayblashga boshladi. Iskandarning muvaffaqiyatlari Makedoniya general askarlariga mansub bo'lishi kerak. Buni biz ko'ni askarlar, Paminio, Firotasga o'xshash kishilar jang maydonida qilich, najlar orqali elishish natijasida borliqqa keltirgan. Lekin oliylari sizlar ularni o'ldirib etdilar. Ilgari ko'pchilik oldida Iskandarni hech kim bunday ayblashga jur'at qila olmagan. Shu an u qattiq g'azablanib, muhofizatchisining qo'lidagi qurolni tortib oldi. Yenidagi generallar uni darhol tutib oldi. Ptolmey to'xtamay tillayotgan qari giganit Keritosni so'rab chiqib ketdi. Kishilarning nasihati bilan Iskandarning g'azabi amdili besilgan edi. Kim bilsin, Ptolmeyning qo'lidan qutulib chiqqan Keritos etilib berib yana varqirashga boshladi. Sening jiningni men qutuldirgan. Graniko daryosida Persiya qo'shinlari bilan bo'lgan qattiq jangda agar men bo'lmagan bo'lsam, sen texi bugungacha yashay olmayding. Demoqchi bo'lganim, agar yurking bo'lsa meni o'ldir. Iskandar muhofizatchisini chaqirdi, lekin hech kim uning gapini olmadi. U noli qilgan holda, "Ajaba mening ahvolim Daryosning ahvoliga o'xshashmi? U oxir yakki yigani qilgan. Mening podshohlik nomimdan sirt boshqa hech nimam yo'qmi?" dedi. U so'zlagan seri g'azablanib, oxir o'zini tutolmagan holda o'rnidan sakrab turdi-da, muhofizatchisining qo'lidagi uzun nayzni tortib olib, Keritosga otdi. Nayza Keritosning ko'kragini biroqli yerib etdi. Izchil sodiq bo'lib kelgan bu qari giganit xuddi tog'dek paloq qilib yerga yiqildi. Varang churungliq ziyofat so'rini
birdan o'lim jimjitligiga cho'mdi. Yerda yotgan dumbisida uzun nayza uchi chiqib qolgan Kretosga Iskandar ko'z uzmay qarab qoldi. Ter tomchilari peshonasidan xuddi yomg'ir tomchilagandek qo'yiladi. Uning mastiki yechilib, chiroydan cho'chib hang-tong qilish va azob ifodasi chiqadi. U burilibla muhofizatchisining qo'lidagi nayzini tortib olib, o'zini o'ltirib olmoqchi bo'lib edi, lekin Ptolmey qatorliq kishilar uni mahkam quchoqlab oldi. Iskandar o'ksib yig'ilganicha Kretos va ochisi Lanisning ismini chaqirishga boshladi va yig'lab uni putib ketgan holda mundoq dedi: "Siz meni beqib cho'ng qilgan. Bugun men cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, lekin sizning yaxshiligingizga qanday javob berdim? Siz o'g'lingizning mening uchun jang qilib qurbon bo'lganligini o'z ko'zingiz bilan ko'rgan. Endi men yana sizning iningizni o'z qo'lim bilan o'ldirdim. U o'zining yaqinlarini o'ldirgan qotil ekanligini, kechirgusiz jinoyat o'tkazganligini to'xtamay ayblab, Tangrining o'zini jazolashini tilaydi." Keyingi 3 kun ichida Iskandar karavotda yetib, har qanday tomoqni rad qildi. Makedoniya general askarlari qo'mondonining savalligini kechirdi. Ular Kretosdan mahrum bo'ldi. Endi yana Iskandardan ayrilishni xohlamaydi. Agar Iskandar biror xavf-xatarga uchrasa, hozir yurtidan ayrilgan, dushmanning qo'rshovi ichida turayotgan makedoniyaliklar va yunonliklarning ahvoli intayin xavf ichida qoladi. Ko'pchilikning nasihati va tushuncha berishi orqali Iskandar oxiri ochliq e'lon qilishni to'xtatdi. Bu chaqda davlat ichidan avatilgan yordamchi qo'shinlar uzilmay kelishga boshladi. Qishliq bargohda yanada ilgirgidek xo'shal kayfiyat asliga keldi. Azroq vaqt o'tgandan keyin Iskandar yana o'z inovati, irodasi va siyosiy vositasi orqali saqlanish tas bo'lgan Persiyaga yaqinlik qilish siyosatiga qarshi bir qitimliq harbiy o'zgarishni besiqtirdi. Hatto Aristotelning jiyan o'g'li Karissenmi bu deloga chetishlik bo'lib sotlandi. Keyin zindonda o'ldi. Bu xabar Yunonga tarqalgandan keyin Aristotel jiyan o'g'lini Iskandarning o'ldirganligini kechirib o'tolmadi. Uning Iskandarga tutgan pozitsiyasi tufaylidan ayni vaqtdagi Yunon ziyolilari Iskandarga dushmanlik pozitsiyasini tutdi. Qish ketib bahor keldi. Jang qilish fasli yana yetib keldi. Chavandozlar urushiga mahir bo'lgan Septamenesning otliq askarlariga taqobil turish uchun Iskandar o'z armiyasini 5 qismga ayirdi. Har bir qism bir rayonda turib, atrofda isyon ko'targan qabilalarni tozaladi. Shuni bilan Septamenesning faoliyat doirasi borgan sira azaydi. Garchi u tuyuqsiz hujum qilish shakli orqali ba'zi qalbilik janglarni qilgan bo'lsa-mu, lekin odamlar urushgan sira aziyib, ahvoli borgan sira qiyinlashdi. Bu chaqda ichki qismda yana bo'linish yuz berib, Septamenesdan iborat bu So'g'diyonlik milliy qahramon oxir xoin tarafidan o'ldirildi. So'g'diyonlar va Sekeflarning qo'zg'oniga bostirilgan bo'lsa-mu, lekin Iskandar armiyasini 3 yildan ortiq tutib qoldi. Yana bir bahor keldi. Iskandar bir qitimliq jangda Bakteriya podshohi Oksiyates va uning xotin qizlarini asirga oldi. Aytishlarga qaraganda bir necha qiz ichida Ruxsini Dariusning xotinidan qolsili ikkinchi go'zal bo'lib, Iskandar bir qarash bilanla uni yaxshi ko'rib qoldi. Iskandar bu necha yilga so'zilgan chavandozlik urushini oxirlashtirib, Hindistonga yurish qilish planini tez amalga oshirish uchun barliq urush asirlarini kechirim qilish hamda Ruxsinni o'z amriga elishni qaror qildi. Butkul to'y marosimi tabriklash faoliyati yarim oy davom qildi. Osiyodagi har qaysi millatlar, har qaysi qabilalar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun Iskandar o'z yenidagi generallar va makedoniyalik askarlarga Osiyolik xotinlarni ilib, millatlar ittifoqlashib birga yashash maqsadiga yetishni nasihat qildi. Sharq-shimol chegara rayonlarining tinchlantirishiga agishib, Iskandar o'zining yana bir maqsadi bo'lgan Hindistonni istilo qilib, butun Osiyoni ishg'ol qilishni qaror qildi. Milodidan ilgirki 327-yil bahorda Makedoniyaning bir turkum yordamga kelgan qo'shini yetib keldi. Bu qo'shin jami 20 ming kishilik piyoda askar, 2600 nafar otliq askardan iborat edi. Iskandar 10 nafar piyoda askar, 3500 nafar otliq askarni shu joyni muhofazat qilishga qoldirgandan keyin o'zi 30 ming piyoda va otliq askarga qo'mondonlik qilib Hindistonga yurish qildi. Bosh yozda Makedoniya qo'shini ikkinchi qitim Hindukush tog'laridan o'tdi. Ondan bir necha yo'lga bo'linib ilgariladi. O'ngishliq yer shaklini egillagan dushmanga qarata bir necha yo'ldagi qo'shinlar dushmanning eng o'ng'ay bo'sishga bo'ladigan yerdan hujum qildi. Qo'rshovga ilingan dushmanga qarata saxta nijotlik yo'l berib,
ularni payliq yer sharoitidan qo'g'lab chiqargandan keyin ondan yo'qotdi. Tarqoq va yaxshi qo'g'dangan dushmanlarni bir-birlab yo'qotdi. Hindistonga yurish qilishdek ulug' ishni o'rindash uchun Iskandar yangi olgan xotini Roxinni orqa safga qaytadigan qo'shinlarga qo'shib qo'ydi. U Babilonga qaytib, u yerda g'alaba bilan qaytgan yerni kutmoqchi edi. Bu chaqda Iskandarning onasi Olimpiyasmi imperiyaning yangi poytaxti Babilonga keldi. Iskandar va uning qo'l ostidagilari ayni chaqda Hindiston to'g'riliq hech narsa bilmaydi. O'rta Osiyoga kelgandan keyin ularning Hindiston haqidagi qarashi yanada uni Hindi daryosi o'ymonligi atrofidagi tuzlanlik bo'lib, u yerda hisobsiz oltinlar bor. Hindiston ayollari bak go'zal. Hindiston dunyoning eng cheti. Hindistondan o'tganda g'oyat zo'r qumliqli qoladi deyishdan iborat bo'ldi. Uningdan boshqa Iskandar Hindi daryosi janubda cho'ng dengizga quyiladi deb anglagan. Agar dengiz yoqasiga kelsa, u cho'qim kemaga tushib Misrga, Makedoniyaga qaytib bora oladi. Umuman Hindiston qanchaki sirliqlashtirilgan sari kishilarning qiziqishi shuncha eshib, bu davlatga baldurroq qadam besib, haqiqiy qiyofatini tezroq ko'rishni orzu qiladi. Milodiydan ilgirki 326-yil bahorda Iskandar qo'shinlarini boshlab Hindi daryosidan o'tib, Davtan Chashroni elib Dabukfara shahriga bordi. Yo'l bo'yi nurg'un qabilalar qarshi elishga vakil avatib, ittifoq tuzish hamda jangi yordamlashga askar avatishni xohlaydiganligini bildirdi. Edaspes daryosining u qetida Hindiston podshohi Borus Hindiston piyoda askarlaridan 30 ming nafar, otliq askarlardan 400 nafar, jang harvillaridan 300, urush pillaridan 200 ni yig'ib, daryo bo'ylab mudofaa sepi qurib, Iskandar armiyasining Hindistonga qarab ilgarilishini to'sdi. 6-oyning boshlarida Iskandar Edaspes daryosi bo'yiga kelib, elchi orqali Hindiston podshohi Borusga Iskandarga beqinish haqida diplomatik nota avatdi. Borus buni rad qildi. Hindiston qo'shinlari mudofaani kuchaytirdi. Bu dal yoz fasli edi. Daryoning yuqori eqinidagi qorlar erib, kun bo'yi to'xtamay yomg'ir yig'ib, daryo suyini ulg'aytib atdi. Bu Iskandarning daryodan o'tishiga g'oyat zo'r qiyinchiliklarni keltirdi. Daryodan qanday o'tish kerak? Iskandar pishiq o'ylangandan keyin qo'shinlarni bir qancha qismga bo'lib, ularni daryo bo'yida o'xshamagan yo'nalishda birli vaqtda u yoq bu yoqqa harakatlanishga buyurib, Borusning o'z maqsadi nima ekanligini bilishni qiyinlashtirdi. O'zi bir qism odamlarni boshlab daryo bo'yidagi o'tishga bo'lgan barliq eg'izlarni tashirdi. Dushmanni qaymoqtirish uchun Iskandar yana qo'shinlarga buyurib, orqa safdan zo'r miqdorda ochliq va jang moddiy ashyolarini to'shidi. Hamda ularni daryo bo'yidagi bargohiga yig'di. Bu harakat hindilarda xato tuyg'u paydo qildi. Ular dushmanni toshqin to'salg'i bo'lg'achqa daryodan o'talmay, bu yerda uzoq muddat turib, qish faslidagi suv tarlig'an mazgilda urushadigan o'xshaydi deb qaradi. Bir mazgillik tekshirishdan keyin Iskandar Hindiston qo'shinlari yig'ilib saqlayotgan tarafda daryodan o'tishning tasdiqi. Yuqori yaqinning 30 kilometr keladigan yerdagi daryo bo'yining agmisida, daryoning o'ttirisida quyuq daraxtlar o'sgan. Odam oyig'i oz besilgan bir kichik orol borligi. U yerda daryodan o'tsa yushirinishga qulaylik, shundaqla dushmanning o'ylamagan yerdan chiqib, quruqliqqa chiqishning qimmatli fursatini qo'lga keltirgili bo'ladiganligini bayqadi. Daryodan o'tishning muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatlik qilish uchun Iskandar otliq askarlarga, ya'ni kechida qattiq ovozda varqirab, u yoq bu yoq yugurish. Shuning bilan birga gulxonlarni yiqib, payloqchi qo'yib, buyruqlarni berib, xuddi cho'ng qo'shin daryodan kuch bilan o'tadigandek holatni shakllantirishga buyurdi. Hindiston qo'shinlari buning qiltoq ekanligini bilmay, jiddiylik bilan saf tuzib, qarshi qirg'oqdagi gulxon va odam eqimiga agishib, u yoq bu yoqqa yugurishga boshladi. Mushundaq bir necha kecha avar bo'lgandan keyin Borus bu dushman paydo qilgan yolg'on ko'rinish ekanligini bilib, qo'shinlarni yugurishga avatmaydigan bo'ldi. Iskandar bo'lsa, bu soxta ko'rinishning qo'g'dishi bilan qo'shinlarni yo'tkab, daryodan o'tish tayyorligini yaxshi qilib oldi. U 8000 piyoda askar, 3000 otliq askarni dushmanning askariy kuchini tutib turish uchun bargohda qoldirib, 10000 piyoda askar, 5000 otliq askarni yoshirin holda yuqori eqinning 30 kilometr keladigan joyidagi daryodan o'tish nuqtasiga keldi. Hindi daryosidan yo'tkab kelingan zo'r turkumdagi kemalarmi Edaspes daryosiga yo'tkab kelindi. Kech qorong'usi va bo'ron chapqunining yoshirishi bilan Iskandarning 10 necha ming askari patqoq kechib o'tish eg'iziga kelib, ishdan ilgari o'rmonlikqa yushirib qo'ygan 30 jo'n kiyma,
necha yuz kichik kema va teri sonlarini ishtirib chiqarishdi. Uzoq jang sinoqlaridan o'tgan jang otlarini egiz-pas ko'tarilib turgan sonlarga soldi. Bu jang otlari mashq qildirilg'achqa chaqmoqliq yomg'ir va o'rkashdigan do'lqinning ichida kemaga chiqsimi, qilchi ovoz chiqarmay, intayin tinish turardi. Lesmak qo'mondonligidagi Agroyan zarbador atirdi oldi bilan daryodan o'tishga boshladi. Iskandar fidoyilar generali Petolmi, otliq askarlar generali Sello, Botikas qatorliqlar bilan birga 30 paloqliq bir cho'ng kemaga chiqdi. Quruqliq chiqqandan keyin Iskandar o'qiyachilarga darhol oldin muhofazatchilikni ustiga elishni buyurdi. Otliq askarlar 10 qanotga markazlashdi. Fidoyilar otliq askarlari va 2-4 jasi sap piyoda askarlar qo'shini so'l qanotni shakllantirdi. Jang tajribasi kam bo'lgan Hindiston ittifoqdosh qo'shinlari yon orqa taraf bo'ldi. Ondan butun surat bilan ilgirlashdi. Borus dushmanning yuqori eqinni daryodan o'tganligi haqidagi xabarni olgandan keyin Iskandarning haqiqiy jang g'arazini bilmay, boshdan oxir arisaldi bo'lib qayturma zarba berish irodasiga kelolmagan edi. U yuqori eqinda daryodan o'tgan qismning haqiqiy asosiy kuch ekanligi yoki uni tutib turmoqchi bo'layotgan saxta hujum ekanligini bilolmadi. Agar u asosiy kuch bo'lsa, butun kuch bilan qarish turmaganda xavf ichida qoladigan gap. U saxta hujum bo'lsa, butun kuch bilan uningga qarish turadigan bo'lsa, umumiy vaziyatni tizginlash iqtidoridan mahrum bo'ladi. U oxir o'z o'g'liga 2000 otliq askar va 120 jang harovisi bilan dushmanning oldiga berishni buyurdi. Borus lim tasmiliq qilib, qaror qilishga kechikkanlikdan dushmanni tarmar qilishni iborat jang fursatiga daxli yetkazdi. Iskandar bo'lsa, fursatni qo'ldan bermay daryodan o'tgan qo'shinlarni tartibga solib, jang tayyorligini yaxshi qilib oldi. Hindiston qo'shinlari yetib kelganda Iskandar otliq askarlarini boshlab shiddat bilan yupurilib borgan edi. Hindiston qo'shinlari qechishga ulgura olmadi. Natijada Borusning o'g'li bilan 400 askari o'ldi. Jang harvulari patqoqqa petib qilib, Iskandar g'animat oldi. Borus tunji jangning mag'lub bo'lganligi xabarini anglab, intayin pushaymon qildi. U ahvolning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar darhol harakatlanib, asosiy kuch orqali Iskandarga zarba berishni qaror qildi. Asosiy kuch orqali Iskandarga zarba berishni qaror qilib, daryodan o'tayotgan makedoniyaliklarga taqobil turish uchun bir necha jang pili va oz sondagi askariy kuchini qoldirdi. Jang boshlandi. Iskandar 1000 nafar otliq o'qiyotchilar bilan Hindiston armiyasining so'l qanotidan yanto besib kirdi. Hindiston qo'shinlari texi urushmay turibla o'qiya o'qlardan bir muncha odami o'lib va yaralanib, qatorda qalaymuqanchilik yuz berdi. Iskandarning otliq askarlari shiddat bilan atakiga o'tdi. Borus darhol 10 qanotdagi otliq askarlarini yo'tkab yordamga avandi. Makedoniya qo'shinlari Hindiston otliq askarlarining hammasi jangga otlanganligini ko'rib, shu fursat bilan Hindiston qo'shinlarining 10 qanot orqayini qistirildi. Borus ahvolda o'zgarish bo'lganligini ko'rib, o'zining aldanganligini bildi-da, o'rlashtirishni yana o'zgartib, bu otliq askarlarga taqobil turishga bir qism askariy kuchini chiqardi. Shuning bilan Hindiston qo'shinlari sepi Iskandar tarafining qalaymuqallashtirib yetildi. Makedoniya armiyasi fursatni ching tutib, umumiy saf bo'yicha hujum qildi. Hindiston qo'shinlarining jang pillari dushmanning otliq askarlariga etilib kelib edi. Safni puxta tuzib saqlayotgan Makedoniya to'rtchasi sepi bilan o'qiyotchilari ularni qo'rshib olib, taraf-tarafdan o'q yoqtiribdi. Bu jang shiddatlik va shafqatsizlar chiqildi. Hindiston armiyasida o'lim yetim eg'ir bo'ldi. Borusning 2 o'g'li, shu joyning valisi va ko'plagan qo'shin qo'mondonlari o'ldi. Makedoniya qo'shinlari eg'ir badal to'ladi. Posfillo eg'ir yorilinib, oxiri jang maydonida yiqildi. Edaspes jangi Yunan tarixi va Hindiston tarixidagi eng mashhur janglardan biri. Shundaqla Iskandarning harbiy qo'mondonlik hayotidagi eng mashhur jang. U avval yolg'ondan harakatlanib va yo'tkilib, dushmanni bexutlashtirgandan keyin ondan oylinib berib, tuyuqsiz zarba berib, dushmanni tayyorlik holatidan qalaymuqanchilik holatiga keltirib, kuchini ojizlashtirish bilan qolmasdan ruhiy jihatdan zarba berib, oxiri ikki tarafdan qisib zarba berib, ojiz kuch bilan dushman ustidan g'alaba qilishda jang maqsadiga yetdi. Jang oyoqlashgandan keyin Iskandar Hindistonning podshohlik huquqini yanada Borusga berdi. Ishg'ol qilgan zaminning hammini uningga topshirdi. Chunki bir tarafdan Borusning jangdagi botirlik ruhi Iskandarning hurmatini qo'zg'adi. Texmi muhimi, Hindi daryosi vodisidagi jo'grafiylik sharoit va ijtimoiy sharoit murakkab bo'lib, Iskandar hukmronlik qila olmaydi. Shundaqla hukmronlik qilishga kuchi yetmaydi. Shunga Borusga yaxshi muomala qilish, kelgusi janglarda uning qo'lishiga erishishga
Shundaqla Iskandar imperiyasining sharqi janub chegarasining mustahkamlanishiga foydali edi. Milodidan ilgirki 326-yili kechkuzda Iskandar armiyasi Hidaspes daryosidan ayrilib, janubga yurib, Sangarani hujum bilan oldi. Keynidilla Efashis daryosiga yurish qildi. Yo'lda qattiq issiq va yomg'ir pastligi chidash Iskandar qo'shinlariga tas keldi. Bu chaqda qo'shinlar ichida cho'maning tarqalganligi, dorining yo'qligi askarlarning jasoratini texmi tushirib etdi. Askarlar ichida yurti va tuqqanlarni seg'inmaganlardan birimi yo'q edi. Yomg'ir pasli to'p-to'g'ri 70 kun davomlashib, yo'llarni patqoqlashtirib etdi. Har bir kichik yaqin do'lqinliq daryoga aylandi. Nurg'un o'yman yerlar dengizga o'xshashib qoldi. Cho'mililar va zaharli yilonlar gohi oshkora, gohi pinhon yurib, qilchi tayyorliqsiz turgan kishilarga hujum qiladi. Yiroqda yurish qilish qo'shuni amdi kiyim-kechaklari yirtilgan, chiroylar sarg'aygan holda qahatchilikdan qochgan sargardonlarga o'xshib qolgan edi. Askarlar bosh uchi ko'rinmaydigan yo'llarga qarab, uning oxiri nada? Qachon qaytimiz degandek xiyollarga to'lgan edi. Kishilarning yurtini seg'inish kayfiyati bargan sari kuchayib, oxir bu xil kayfiyat portlab chiqdi. Har bir otliq askar, har bir to'tchasi sap askari, har bir qo'shin olg'a qarab mengayverayli. Biz oilamizga qaytishimiz kerak degandek o'rtaq yurak sadosiga ega edi. Iskandarning o'zimi oilasini nemish qo'ylimusun? Lekin sharqning cheti ko'z oldida turadi. Efashis daryosi yaqinli yerda turibdi. Butkul Osiyo o'zining buyuk imperiya xaritasiga tush oldida turganda, uningdan qandoqmi voz kechalisin? U yomg'irga qaramay, chatqal qaplagan o'rmon va sazliqlardan o'tib, har bir chidirg'i berib askarlarni yo'qladi. Lekin askarlar o'z qo'mondonining har qanday nasihat, va'dalari va g'azablanib tillashlarini anglamaslik qildi. Askarlar chidirlarni kun bo'yi yetib, so'zlamaydi va harakatlanmaydi. Ularning qurollari dodlashib ketgan. Har yerda tashlanib turadi. Iskandar o'z yendiki generallarini harakatlantirib, ularning jangchilarini davomli sharqqa yurish qilishga qoyil qilishni umid qilgan bo'lsa-mu, bu generallar hatto ulardan o'ziga eng sodiq bo'lganlarmi o'zlarining davomli urush qilishga qarshi turganligini bir og'izdan bildirishdi. Bu urush bakmi uzunga cho'zildi. Makedoniyaliklarning yurt makonlaridan ayrilganiga to'p-to'g'ri 8 yil bo'ldi. Nurg'un kishilar yot ellarda yiqildi. Ularning safari bakmi uzoq. Ya'ni Hellespont qo'ltiqidan Kichik Osiyoning har qaysi shahar davlatlari, Fenikin, Misr, Arabiston, Mesopotamiya, Babilon, Susa, Persepolis, O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlar, hozir hamda Hindistondagi beqindi davlatlar va yerlik rayonlar bo'lib 27 ming kilometr yo'l bosgan edi. Bu bosh uchi yo'q yo'lda mengayverishni, ya'ni kim xohlasin? Butun armiyaning sharqqa yurish qilishga birdek qarshi turayotganligini ko'rib, Iskandarmo so'g'oqqonlik bilan o'ylandi. Egilinishcha, Efashis daryosining sharqidagi Hindiston qatorliq har qaysi davlat texi qudratli askariy kuchiga ega ekan. Ya'ni piyoda askarlari 200 ming, otliq askarlari 60 ming, jang pili 6 ming ekan. Iskandarning askarlari ular bilan davomli urushga ma'qul bo'lgan taqdirda, ularning qalbiga bo'lgan ishonchi qanchalik. Qaraganda uning Hindistonning tinimsiz o'rkashlab oqadigan Gani daryosini ko'ra olmasligi, rivoyatlarda aytilgan Sharqi dengizni ko'ra olmasligi peshonasiga putilgan o'xshaydi. Hindistonga yurish qilish bir qabahatlik tushdak. Iskandarni umrlik afsuslantirgan ishga aylandi. U atrofliq o'ylab ko'rgandan keyin oxir butun qo'shinlarga xayrlikdan bishorat bo'lmag'achqa men sharqqa yurish qilishni to'xtatdim. G'albi bilan o'rdaga qaytishni qaror qildim deb zo'r-zo'r jakarlashga majbur bo'ldi. Iskandarning qarori butun qo'shinlarning birdek himoyasiga erishdi. Yerda yetib olgan askarlarning hammasi o'rinlaridan turib, qurollarini elishib, yuk taqinlarini yudib, zo'r qo'shin bilan qaytish yo'liga atlandi. Milodidan ilgirki 326-yil 11-oy o'rtasida Makedoniya qo'shinlari Hidaspes daryosiga keldi. Iskandar o'rdaga g'albi bilan qaytishning bir yangi liniyasini, ya'ni Hidaspes daryosini bo'ylab janubga mengib, Hindi daryosining dengizga chiqish eg'iziga berib, ondan u yerdan kemaga o'ltirib, Babilonga qaytish yo'lini tanladi. U qo'shinlarni 3 yo'lga bo'ldi. General Keratras qo'mondonligidagi qo'shinlar Hidaspes daryosining o'ng qirg'og'ini yaqinlab mangdi. Xoffeykes qo'mondonligidagi qo'shin so'l qirg'og'ini yaqinlab mangdi.
İskender Petolmi qo'mondonligidagi fidoyilar, Lesmakning Agroyan qismlari va Sellogning otliq askarlar o'ttir atirtini boshlab, kemalarga tushib, suvning eqishi bo'yicha bordi. Bu tarixlar sizning va bizning turmushimizga o'xshash oddiygina turmushdan putilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tikliyaladi. Radio anglag'uchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlaridan, ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahralanamiz. İşinimizki mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglayolmagan bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com toriga chiqib, qayta anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.